Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasiga keldi. Endi savol bitta, bu jamoa jahon chempionatida qayergacha bora oladi? Cannavaro jahon chempioni bo'lgan, eng yuqori darajadagi futbolni ko'rgan murabbiy. Endi u tajribani O'zbekiston termasiga olib kelyapti. Birinchi o'zgarish, intizom. Cannavaro himoyani juda yaxshi biladi va bu O'zbekiston termasi uchun muhim nuqta. Ikkinchi jihat, mentalitet. U futbolchilardan qo'rqmasdan o'ynashni talab qiladi. Katta sahna unga begona emas. Realistik qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasining asosiy kuchi jamoaviylik va tezlik. Agar Cannavaro o'z tizimini to'liq joylashtira olsa, O'zbekiston guruh bosqichida raqiblarga jiddiy qarshilik ko'rsatishi mumkin. Eng real ssenariy guruhdan chiqish uchun kurash. To'g'ri tayyorgarlik va omad bilan play-off ham orzu emas. Lekin buning uchun vaqt, sabr va to'liq ishonch kerak bo'ladi. Cannavaro kelishi bu katta qadam. Ammo natija faqat murabbiyga emas, futbolchilarga ham bog'liq. Sizningcha, Cannavaro bilan O'zbekiston jahon chempionatida qayergacha bora oladi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.